Assalomu alaykum, Yangi bozor kanalining hurmatli obunachilari, YouTube chorva sigir ishqibozlari. 2025-yil 11-mart Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida xudo xolasa akalar G'ulom Qodir aka bilan fermalar ekanmiz. Shu yerda tayyor tuqqan ikkita toza shved mollar bor. Shu yerda chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib, like aytib xudo xolasa mollar ko'rib bahosini beraverasizlar. Assalomu alaykum, G'ulom Qodir aka. Qalaysiz? Suyimsiz? Yaxshi. Obunachilaringiz ekan ikkita zo'r shved molni xudo xolasa ko'rsatamiz. Yangi bozorga bilishadi o'zi. Mollar olibtalar chiqadi doim. Xudo xolasa. Yapaloq variantdan, Karpati zo'ridan. O'zingiz bahosini bering ekan. Akalar, bo'lasini ovoz tayyordan. Ko'rib o'zdan bahosini beraverasizlar. G'ulom Qodir aka, bu nechta sutga bu? 25 ta sutga ekan. 25 taga. Bo'lasinimi? 20 taga olish olsin. Bolasini ovoz. Bu eski mollarimizdan. Korpuslarga baho bersin. Bolasini oling ekan. Mana buni qarang. Korpuslarga ukam suvay hamma o katta va chiroyli. Bo'lasini ovoz necha kunlik bo'ldi? Bola bir haftalik. Bir haftalik. Mana ukam molni guli. Zo'rini so'raganlar. Yapalag'idan tapalag'idan. Tezda aytamiz xudo xolasa. Bir de sog' bering so'zkalarni. Janovorni. Faqat olib kelmanlarmi? Bu. Bo'ldi, boshqa ish. To'ro yelini, to'ro so'zga hamma o'yi garantiya beriladi ukam. Oyoq qo'liga. Necha pul narxi? Narxi 45 million kam bo'lsa, o'dasini qolish olsin. 45 million. Qo'liga qarab narx ko'rib olishaveradi, bemalol. Korpusiga baho berilsin molni ukam, hamma o'yi joy-joy. Kami 20 ta sutga beriladi, mol dumlarni aytilgani yo'q. Ko'rsatib o'zingiz xolis aytib bering, molni qanaqaligini. Mana. Bu yerda gap aytgan gapimizda molimiz bor mana shu yerda. Bemalol kelib ukam, bir hafta 10 kunmi xolagancha ukam sodasini qilib jo'natib yuboraman ukam. Bir hafta 10 kun sinab olishga beriladi mollar. Sinamasdan berilmaydi mol umuman. Har tomonlama ko'rib olishaveradi. Gap yo'q aka. Yedalar berinchi jonivor. Qaymag'iyman mazza qilib sog'aman ro'zani kunida deb degan hojida o'zlarimizga tavsiya qilaman. Molni guli uka. Ertadan keyin yem bersiz ham miyaga dam beradigan variant. Mana aka. Harakat olmasa hisob bas uka. Sira tavsiya qilaman, akalar aloqaga chiqinglar. 45 million Yangi bozor kanalida faqat molni zo'ri chiqqan mana. Boshidan oxirigacha ko'rasiz. Mana shu o'zimizning mollarni eski mollardan. Uka, 7 oy 8 oydan beri turgan mol bu. Bo'lasi ham novos ekan mana akalar. Bo'ldi, olib kiravering ukam. Sog' beramiz, hozir Sog' beramiz, hozirlab sog' beramiz. Ishga ko'rsatib beriladi sog'ib. Voy mashalloh. Mana akalar, keyingi shvetimiz. Bolasi ham, onasi ham xonajonidan. Sirojdanmi bu? O'zi birinchi qorinmi bu? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Yoshidan. Yoshidan so'ragan. Bu ham yapalag'ini. Yapaloq, go'shtdor. Bolasini qaranglar akalar. Bolasi necha kunlik buni? Bolasi 5 kun bo'ldi. 5 kunlik. Ha. O'ziga qaranglar aka, chaqqonligini jonivor. Haftalik bu qo'yamiz oladi, buni hammasi. Mana enani qaranglar, shoqlarini jonivor. Katta mollar ukam hamma o'y kattasiga baho berilsin. Yellar uzun-uzun ekan buniki, ha? Ha, yelindi. Oq yeli, oq tutay. Mana bolasi, ichi ketdi emas mana ukam. Mana, yugurib yuribdi akalar. Oydan baraka topadi ukam. Yerga yozgan o'sha yapaloq variantidan. Nechta sutga bu jonivor? Sho'g'lim bolasi. Buni hozirgi kunda berib turgan ustiga garantiya beriladi ukam. Hozirgi kunda. Ha, nechta sut? Endi mollar kichikchilar siqib qolsa ukam, mol ham 20 tadan teva sut beradigan mol. Realniyda endi misol. Oldi qo'shtisi. Hozir 15-16 litr og'izga berib turibdi unda. Hozirgi kunda. Ha, bezlari bor hali sigir. Yellar mana bezlari bor akalar. Baqaytali. Mana jonivor. Shoqlari ham kevorgan ekan. Men Qirg'iziston yonidan cho'qing, sirojdan. Mana. Mana jonivor. Nechta puli? Narxini yengilroq aytaymi mana? Ha, yopishtirib ayting aka. Bitta bir zo'r qilaylik, xudo xohlasa jupiga olgan odam ham maza qilib so'da qilib oladi. 35 million kam bor ekan. Buni. Ha. Bo'ladi, qanaqa bo'ldi ekan? G'ij bijaganmi? Molni puli bo'ldi. Mana Yangi akalar. bozorlar ko'rayotgan odamlar o'zi bilishadi. Ozgina xayrini qilib beraman mayli, xayrisiga, ro'zani kunida. Dastlabki qancha? Bitta o'zi olsa. Molni o'zini olsa ham Samarqandga qilib beraman. Lekin Samarqandga sotishganda ukam, sotib turib telefonni o'chirib peshlab bo'lmaydi bizda. Mana, yemasi, ichmasi, sut tepsa kasal bo'lsa, o'zini o'zi yemsa mol bir hafta 10 kun ichida mol maniki, bemalol. Joni. Borini aytib sotiladi. Suti ukam 1 litr qilisham, 10 litr qilisham, 2 pag'ir qilisham o'zini qo'lida. Lekin aytilgan sutlarni mana shu ukam bemalol o'lchab beralaman. Mana shu yerda. Ha, bemalol o'lchab beriladi. Joni sog' bo'lsin aka. Olib kiravering, sog' beramiz buni ham. Aloqaga chiqib ko'rasiz. O'zimdan ukam 1 haftami, 3 kunmi, 4 kunmi bemalol sinab olishaveradi. Musofirdan qilsa o'sha gap. Ha, 2 milliondan skitkasi bor. Bor. Chunki jupiga olsa bitta apparat ketdi, ikkita kiloshkasi bilan. Apparat ketdi. Mana akalar. Maza qilasizlar Jupiga o'zlaring, xudo olgan xolasa. bitta apparat ketdi uka. Bittali apparat, shuni olib beriladi.
Joning sağ olsun. Samarqandga dastur beraman, demanglar. Gap yo'q aka. Mana jonivorni sog' beramiz hozir akalar mana. O'zlaring ko'rib baholab beraverasizlar. Suskalari o'ta ham yumshoq, to'rtta joyi. Mana qaranglar. Mягкийsidan. Mana jonivor. Jonivorni qaranglar aka, suskasi o'ta ham yumshoq ekan. Aka, 6 yil bo'lganda orqasidan sog'dirib olaverardi. Shunaqa mol ekan bu. shu qaranglar suskasini akalar. Sraz tavsiya qilaman aloqaga chiqinglar. Kami bor aka? Tamam. Telefon qo'ysa kelishtirib berasiz. Обязательно. So'raganiga sotiladi, ukan, so'raganiga. Men mol so'rab o'tmayotgan o'g'illardan qaytarmayman. Moldan ko'pi yo'q. Maza qilib mol qilaman degan mana aniq mana ko'rib turishibdi. Tepsishi yoki salomatsizlikda birorta nuqsoni yo'q. Mana akalar shortga yozmish o'zi. Sirojdan Faqaram yarimdan o'tdi. mana paqirni bilasizlar litrini o'zi xolisatiga to'g'ri hali. Menda tuvay deb paqirda ham ko'rdingda, to'g'rimi yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi ukan? Bunaqa emas. Bu bir xil ko'rinaverar ekan hammasi. Faqat shortda. Paqir 15 litrlik. To'lla bo'lsa 17 litr ukan. To'g'ri. O'zi ishlatadiganlar Shved haqiqatda qo'yib oladi. bu sovuq qo'ying, qo'ying. Narigini idirib tayyor qilib apparat tayyorlaylar bunga. Apparat sog'oramiz narisini? Bitta apparat bitta qo'lda ko'rsatamiz. Endi mollarni. Aha. To'g'rimi? To'g'ri. Kam bir soqqaningizda bir paqir 10 litr to'ldirib beraveradi mana. Aha. Bolasidan orttirib. Qaymog'i ham ko'p bo'lsa kerak buni. Garantiyasi ukan 20 taga. Olaganida qasina olsin 20 tani. Beradi bu mol. Yerini ham yo'g'ib Sababi go'shi bor molni, kuchi borda, yapaloq mol. Kam Notqana mol kerak yana. Bolasini o'g'il o'zida tez kunda o'zi 15 million. Mashincha sut beradi o'radi yerini ko'rib. Ko'payganda. Qonnidan. Shvedlar shuni oladi. Shvedlarga o'xshab. Suti ham qo'yib oladi buni. Sut qaranglar kerak. Liboy sementalmi boshqa ham liboyga moslab olishaveradi sutini. Mashpaqirni bitta o'lchab olaylikmi? Butulkada. 300 o'lchamayman. Boring, butulkani olib keling-da. Bitta paqir bilan, bachoy bilan. Katta kichik uchun sut bermaydiganlar ko'p bo'lyapti. Kommentariyada. Qo'shnisini Wi-Fi dan kirib yozib. Ha, yozaveradi endi yozgan. Biladigan odam shuncha mol sotilib ketyapti-ki, ham mollar baribir. Nechta mol sotib yuboryapsiz haftasiga? Endi ukam ketib qolyapti. Bir ketganda bitta odam 10 ta olib boryapti. Hozir mollar sigir kamayib ketdi-yu hozir. Zo'ri kamayib ketdi. Kamayib ketdi. Yo'q mana, qani men olaman 60 milliondan semental. Telegramda tashishaversin, tayyor sigir bo'lsa. Narxini qizig'i yo'q-ku. Yerini ham yo'q bo'lib Zo'rga ketdi. ish qilyapmiz biz. Vashim narxini qizig'i yo'q. Yerini qaranglar akalar, yo'q bo'lib ketdi jonivordik. Suni hozir o'lchab beringlar yana. Yana yeybersa yana sovg'araman o'zi, tastillatib. Mana shuni videoni uzmang. Uzmang, ustini o'lchaymiz. Tezroq olib keling. Hey, tezroq olib kelinglar, butulka bor edi. Ana. Cho'micham olib kelmadingizmi? Ha, qo'yib ol. Turaman, cho'mich topib kelib turavering. Mana. Ana 2 litrli bu. Bilasizmi? Ha, bu ikkita. Yo, ko'rib, yo Ya, 2 litrli mana. 2 litrlimi? Ha? Ali 1 litrda 2 litr deb sot nima qilishtirmasmikin yana deyman-da. Mana bitta ketdi. Bitta. Ha, boriga barak, o'zimizniki xolos. Mana uka. Ikkinchisi. 4 ta. Mana kechamiz. Qarang telefon. 4 litr, 6 litr. 6 ta. Sakkizta. Qo'y endi bag'iga, cho'mishga. 8 ta bo'ldi, Sirojdan. Mana bular 10 ta. 10 ta. Mana qolgani uka. Negativlarga bonus bu. Ko'pigiga. Mana. Ketdi mana. 4 tami, 5 tami, 6 tami farqi yo'q. Tushuntirdimmi? Bo'ldi. Narigi sog' beramiz endi. Mana jonivorni. Sog' beriladi hozir. Ko'shni qaytarib turibdi, molga qarab turibdi. Apparatda sog' beriladi. Gidirib turishsa men bachoyni ko'rsatib turaman ekan sizga. Gidiring to'g'ri. To'lashni ko'rsatib beramiz. Mana. Reannimi deganlar. Mana. Bombosh. Bombosh.
So'bini to'g'ri keyin apparatga ulaverasiz. Jicha. Bo'ldi. Mana to'g'ri tushadi akalar. Sutni olmaymiz. Bo'ldi. Bo'ladi. To'g'ri bir xil tushadi. Hozir apparatga ulab so'b beradi. Apparat ichi bo'm-bo'sh. Molni yoqadigan taraf mana shu sog'ilayotganda ko'shni qatarib tursa, sutni beraveradi. Ketdi mana. Mana shu. Oy, ko'rsating. Bo'ldimi aka? Ha, bo'ldi. Bo'ldi, olavering. Oqmayam qoldi. Yerini qarab yo'qib ketdi ona. Bezlarim o'sirojdim. Bezlar boradicha. Sutga kirishiga yana bir 20 kun bo'ldi, 2 kun bo'ldi, 20 kun. Bitta mashina ko'rsatib bering. Qo'yib berasizlar. Svetingizni olib qo'yingdami? Bo'ldi, olib kelib paqirga qo'yib beramiz-ku. Faqat olib keling bo'lsa. Olavering aka. Aymog'ini ko'ryapsizmi sirojda? Mana sizlar. Aloqaga chiqishaversin aka. Chiqaverasizlar, akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.